Ko'cha tarafdan kiraverishdi. Mana shu gaziroyda qilamiz, Dugalikda. Kechaginda quruq karkazni o'zini tashladik. Mana yopib bo'ldik. Xudo xolasa konteyner materialdan. Xudo xolasa bitta darvozaxonamiz bu. Mana tunukalarigacha qatirib berdik. Rekalari ham temir. Mana uyda egasi faqat tunukasini olib beradi. Qo'yib berish xizmati ichida. Mana xudo xolasa. Mana naryadni ham qo'yxonani ichkaridan quruq karkasini olib jo'natdim. Video qildik. Mana xudo xolasa shipirini qoqib bo'ldik. Mana xudo xolasa. Bu yoq shipir bo'ldi. Mana bu yoq darvozaxona gaziroy bo'ldi, tunuka bo'ldi. Yarim oy. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaveramiz. Xudo xolasa pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Mana ichkari tarafdan olinish ko'rinishi xudo xolasa mana. 2,5 shipir, 20 ga 4. Tayini qo'yxona qiladi. Mana xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh bitta. Mana gaziroyimiz kiraverish. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqadamiz, xudo xolasa xizmatdamiz. Mana ishimiz yakuniga yetdi. Xudo xolasa egasiga topshiryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.